erlarini qarg'aydigan opa-singillarimga savol bermoqchiman. Eringiz o'lib ketsa xursand bo'lasizmi? Eringizni mashina urib, biron bir may bo'lib to'shakka mixlanib qolsa yoki bironta bedavo dardga chalinsa, siz xursand bo'lasizmi? Erini qarg'aydiganlar. Agar mabodo yo'q, men xursand bo'lmayman deb o'ylayotgan bo'lsangiz, ichingizda hozir qarg'amay ham qo'yavering. Iltimos sizdan, qarg'amay qo'yavering. Lekin agar men erim o'lsa, biron bir dardga chalinsa xursand bo'laman deb ichingizda o'ylayotgan bo'lsa, shu darajaga yetgan bo'lsanglar sizlar, balkim ajrashish haqida o'ylab ko'rishlik kerakdir, tinchgina. Birovga o'lim tilagandan ko'ra-da. Bugun bitta holat bo'ldi, to'g'risi men eshitib biroz hayratlandim. Erkak kishi murojaat qildi. Domla deydi, ishim zo'r bo'lgan paytda xotinimga qo'limdan kelgancha hadyalar, nimadir xursand qilishlikka harakat qilib, uyoq-buyoqlarga olib borib, hatto men do'stlarim bilan choyxonaga ham bormayman. Juda ham kamdan kam. Do'stlarim bilan tog'u toshlarga, dachalarga bormayman. Oilam bilan, bolam chaqam bilan men vaqt o'tkazsam xursand bo'laman deydi-da. Ishim zo'r bo'lgan paytda hamma narsa zo'r. Hozirgi paytda ishim yurishmay turibdi va xotinim men bilan janjallashyapti, tili chiqib qolgan, ketaman deyapti hatto, va meni qarg'ayapti deydi-da. Qarg'ayapti deydi. Men bilmadim, bu balkim haqiqatdir, balkim haqiqat emasdir, ammo farazan tasavvur qilaylik, mana shunday holat bo'lsa, ishi yurishgan paytda xotiniga imkon darajada e'tibor qiladi, ish yurishmagan paytda, o'xshamagan paytda xotini yonida podдержка qilib turib bermasa, dadasi xalisi hammasi yaxshi bo'ladi demasa, menga aytinglar, insof qayerda? Eng qizig'ini aytaman, domla sizni kuzatadi, ayolim deydi, va sizni o'sha ayollar haqida chiqargan videolaringizni tinmasdan menga tashlaydi. Mana dadasi qarang, erkak kishi ayoliga unday qilishlik kerak ekan, bunday qilishlik kerak ekan, ammo o'zi mana qiyin vaziyatingizda turib bera olmayapti deydi-da. Insof qilinglar. Hurmatli opa-singillar, insof qilinglar. Bugun Ikrom Sharif domlamizni Telegramida bir post o'qib qoldim. Qiyin vaziyatda oldingda turib bera olmagan do'sting xursandchilik paytingda seni oldingda turishdan nima foyda deydi-da. Shu mazmunda men qo'yib qo'yaman. Haqiqatdan ham biz o'ylab qarasak, nima uchun faqat xursandchilik paytimizda, hammasi zo'r bo'lgan paytda ayollarimiz turib bersa-yu, lekin ishimiz o'xshamagan paytda ketaman deb turib shantaj-montaj qilsa yoki bo'lmasam qarg'ab o'tiradigan bo'lsa ortimizdan, bunday ayollar nima deyishlik mumkin? Izohini o'zingiz kommentariyada yozib qoldiring.